Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana ko'ribsizlar, xudo xolasa ko'chatlarimizni o'zgarishlari juda yaxshi. Endi havomizni shu 2-3 kunlik bulutli kelganligini hisobiga endi biz shuni perinasporoz, ya'ni o'sha dehqonlar tilida qizil deyiladi. Albatta mana shunaqangi bulutli havolarda u kasallik tez tarqaluvchi kasallik hisoblanadi. Biz albatta unga oldini olib Agrifos 400 dorisini, vitaminli ozuqali dorisini sepamiz. Bu ya'ni o'sha sepganingizda, bu Agrifos 400 sepganingizda ko'chatingizni o'suv nuqtalarini qatirib qo'ymaydi va o'sha naychalarni qatirib qo'ymaydi. Juda eng samarali, yaxshi dori. Men 3 yildan beri faqat shu Agrifos 400 dan ishlataman. Sababi o'sha buni tarkibida ozuqa, vitaminli ozuqalari bor. Hamda bu sistemli uzoqroq vaqt ushlab turadi o'sha kasallikka qarshi. Juda yaxshi dori. Albatta shundan sepinglar. Bu dehqonlar. Endi mana hozir ko'rib turibsiz, bir qator ko'chatlarimizni hali bizga undaqangi bir kasallik, o'sha perinasporoz yoki bo'lmasa o'sha dehqonlar tilida aytganda qizil deyiladi, desant deyiladi. Shunaqa kasallik hali bizga ko'chatlarimizga kelgani yo'q. Lekin albatta oldini olib sepib qo'yishimiz kerak. Sababi o'sha kunlarimiz harorati pasayib qoldi va bulutli havo kelib, yomg'irli havolar kelgani hisobiga albatta sepishimiz kerak. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, hurmatli dehqonlar, mana shunaqangi bodring ko'chatlaringiz, dehqonchiliklaringiz bo'lsa, siz ham albatta sepib qo'ying. Dehqonchiligingizni yaxshi ehtiyotlab saqlab oling. Endi hurmatli dehqonlar, hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. Mana bunaqa narsa ko'rsangiz, balki hosilini, naychalarimiz balki shunaqa oqarib ketdi. Bunga sababi bizni tepsamiz bo'yicha biroz pastroq birinchidan, ikkinchidan o'sha 2-3 kunga oldingi havolarda 30-32 gradus tashqari havomiz isib ketdi. Men bu yerda uyda bo'lolmay qoldim, boshqa uzoqroq joyda edim. Va uydagilar ham e'tibor berishmaganmi, nima bilmayman. Ochilmagan, havo yaxshi berilmagan va buni ichi tashqari gradus 32 bo'lib ketdi, 30-32 darajaga isib ketdi. Buni ichi u 40 dan o'tib ketdi. O'sha 40-45 ga borib qoldi buni harorati, issiqligi, issiqxonamiz issiqligi isib ketganligini hisobiga ertasi kun kirib qarasam, shu holatga kelib qolgan ekan ko'chatlarimizni, o'sha hosil naychalarini balki oqarib ketibdi. Bu birinchi sababi bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi balki o'sha ozuqa bo'ri yetishmaganligidan bo'lishi mumkin. Albatta bunga kurashamiz. Endi hurmatli dehqonlar, bir qator biz uzib oldik. Buni o'sha videoni boshlarida, o'sha ko'chatlarda ekishga, o'sha qaysi kunda ekanlarim, qanaqa oziqlantirishlarini hammasini batafsil tushuntirib, ko'rsatib, video qilib chiqqanman. Ilgari kuni birinchi hosilini terib oldik. O'sha birinchi hosilni terib oldik va xudo xolasa ertaga yana bir qator terib olamiz. Naychalari o'zi yetilib, katta bo'lib, cho'li bo'lib endi o'z hosillarni asta-sekinlik bilan ko'rsatyapti. Va endi bunga hozir ko'ribsiz, nimalarimiz, issiqxonalarimizni turpoqlari sal nam. Shu namiga endi biz bunga ozuqa beramiz. Ozuqamiz endi hozir biz asosan oziqlantiradigan narsalarimiz bu mikri, o'sha 52-34 fosfor va kaliydan foydalanamiz. Ikkinchisi magniy sulfat beramiz. Uchinchisi agrogumi beramiz. To'rtinchisi kombimix beramiz. Va beshinchisi bu o'sha ko'chatlarimiz hosilini, naychalarini, gulini shu oqartirib olganiga qarshi, balki issiqxonamiz ichi ortiqcha isib ketganligidan yoki bo'lmasa o'sha ko'chatlarimizga bo'r yetishmaganligidan kelib chiqishi mumkin. Va biz 100 gram, 1 tonna suvimizga 100 gram bo'r beramiz. 600 gram mikri beramiz. 400 gram magniy sulfat beramiz. 100 gram agrogumi va 100 gram kombimix beramiz. Endi hurmatli dehqonlar, men bu beriladigan mana o'sha boshidan o'sha ko'chatlarimizni to ekilishidan to mana shunaqa paytgacha video qilib chiqib va berilayotgan ozuqalarni bir qator tanishtirib, tarkiblari bilan, qanaqaliklari bilan tanishtirib kelyapman. Bizga ko'p do'konimizga mijozlarimiz keladi-da, shu ko'chatlarimizga ozuqa bering deyishadi. Hurmatli dehqonlar, sizlar bilingki o'sha
Agroteka do'konlariga kirganingizda albatta siz o'sha ko'chatlaringizni yoshini, kunini, qanchaligini, qanaqaligini, holatini o'sha sotuvchiga ayting va o'sha sotuvchi sizga albatta o'sha sizga ko'chatlaringizga kerakli ozuqani bersin va me'yorini bilsin. Birinchi o'rinda hozir mana 15-16 kuni martda ekkan edik ko'chatimizni 15-16 mart kunlari ekkan edik. 27 kunda birinchi hosilini uzib oldik. 27 kunda birinchi hosilini uzdik. O'sha siz ko'chatingizni holatiga, yoshiga qarab dorini va o'sha oziqlantirish dorilarini tanlash bilishingiz kerak. Birinchisi, ikkinchisi me'yorni bilishingiz kerak. Albatta o'sha mana shu aytib o'tgan narsalarimni bilsangiz, o'sha albatta o'sha siz ko'chatlaringizga bergan ozuqalar bilan yaxshi boqib va o'sha siz kutgan hosillarni olishingiz mumkin. Agrotekaga kirganingizda bizga ko'p mijozlar keladi-da, kelib ozuqa bering tagidan, tomir ildizdan deydi. So'rayman, albatta birinchi meni beriladigan savolim mijozimga ko'chatingizni holati qanaqa yoki bo'lmasam yoshi, kunligini so'rab turib, o'sha yoshiga, o'sha kunligiga qarab turib ozuqa tanlab beraman va me'yorini qilib beraman. Ko'chatini holatiga qarab ozuqa tanlang. Ikkinchisi o'sha me'yorida berish kerak ko'chatlarimizga. Chunki o'sha ko'pchilik dehqonlarimiz bilami, bilmaydimi, ipashi bor, suvimizni ipashi va esisi bor. Albatta o'sha esi ipashimizni suvini miqdorini bilib turib va o'sha me'yorini ozuqani berishimiz kerak. Hurmatli dehqonlar, xudo xolasa bizni mana ko'chatlarimizda hali birorta bir o'sha peneosporoz, o'sha dehqonlar tilida qizil deyiladi va desant ham deyishadi buni. Bunaqa kasallik hali hech uchratganimiz yo'q. Xudo xolasa endi baribir oldini olib bir qator sepib qo'yamiz. Dehqonlar o'sha bir tarkibini dorilarimizni endi ertaga beramiz. Endi xudo xolasa kuzatamiz. Hurmatli dehqonlar, mana shu ko'chatlarimizni hosillarini, kasallikka chidamlilarini bir qator kuzatib boramiz. Hurmatli dehqonlar, mana ko'rib turibsiz, arig'imizni juda keng chuqur olganman. Sababi o'sha oldin ham aytib o'tganman, quyosh yorug'ligini yaxshi ta'minlab tushib berishligi uchun va havo yaxshi aynanishligi uchun mana shunaqangi keng qilib arig'ini keng qilib va chuqur qilib olganman. Va ertadan keyin bu mana shu bo'yiga baland bo'lib odam bo'yiga yetganda yelkangizga bemalol bitta apparatni misol uchun ilib bemalol dorini sepib chiqaverasiz. Tor qilib bo'lsangiz birinchi o'rinda havo quyosh yorug'ligini ta'minlab bera olmaysiz, havo aynalishligini yaxshi ta'minlab bera olmaysiz va o'zingiz misol uchun ko'chatingizga har bir yomg'irli kasalliklar kelib qolsa, yelkangizga dori apparatni ilib bemalol kirib ichiga sepolmaysiz, qiynalasiz. Shuning uchun albatta birinchi o'rinda mana shunaqangi keng va chuqur qiling arig'ingizni, ko'chatingiz bilan ko'chatingizni oralig'ini. Endi hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan edi. Qani endi xudo xolasa shu 14 xil nav urug'larimizni bir qator mana o'sha videoni boshida ko'rsatgan ekir jarayoni qanaqangi bir baklari sarg'ayib ketgan, ingichka, uzun cho'zilib ketgan chirmov baklari, chirmovlar chiqarib yuborgan ko'chatlarni ekkan edik. Mana xudo xolasa o'sha o'ziga, o'sha yoshiga qarab to'g'ri tanlov qilib, o'sha ozuqalarni to'g'ri berganligimizni hisobiga ko'chatlarimiz o'zgarishlari xudo xolasa mana shunaqa bo'ldi. Endi xudo xolasa bu ko'chatlarimizni hosildorligini ko'rib turib, hurmatli dehqonlar, va o'sha sizni hududingizga qarab, qaysi hududda yashaysiz, sizni o'sha yeringiz qanaqa, misol uchun zakroqmi, qanaqa, o'shanalarni bir qator so'rab va o'sha sizga hosilini ko'rsatib, va shu ko'chatlarimizni o'sha sizni hududingizga tanlab shu urug'larimizdan bemalol beraveramiz. Sababi men o'zim mana sinayapman amalda. Men shu ko'pchilik dehqonlar do'konimizga keladi, mendan so'rashadi, qanaqa urug' eki deyishadi. Men o'zimdan sinab ko'rilgan urug'ni tavsiya qilib beraman va natijasini menga rahmat deb kelib aytishadi. Yaxshi urug' beribsiz, baraka topdim deb. Albatta men o'zimda amalimda sinab ko'rib, keyin dehqonlarga bemalol tavsiya qilaveraman. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan edi. Buguncha videomiz cho'zilib qoldi menimcha.
Agar qanaqangi savollar, maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol shu ekranimizda ko'rinib turgan telefon raqamlarimga murojaat qilaveringlar. Biz faqat bu issiqxonalardagi dehqonchiliklar bilan cheklanib qolmaymiz. Boshqa misol uchun uzum tokzorlar bilan ham shug'ullanamiz biz. Misol o'sha dehqonlarga o'sha dorilarni, o'sha misol tavsiyalarni berib kelamiz biz ancha yildan beri misol uchun. O'shanaqa masalalar bo'yicha bo'lsa ham bemalol siz o'sha katta gektar uzum bog'laringiz, tok bog'laringiz bo'lsa, unga ham bemalol savol berib murojaat qilishingiz mumkin. Unga ham xudo xohlasa qo'limizdan kelganicha, bilimimiz yetganligicha biz maslahat beramiz. Biz shu O'zbekistonda juda bir fayzli bir juda hatto bu Rossiya tan olgan, taniydi bu bizni rayonimizni. Biz o'sha Oltiariq rayonidanmiz. O'sha uzumchiligi bilan va bodringchiligi bilan va turubchiligi bilan mashhur bo'lgan Oltiariq tumanidamiz, rayonidamiz. Bemalol murojaat qilavering. Qo'limizdan bilimimiz kelganicha, yetganicha maslahat beramiz. Mana maslahat qilib o'sha dehqonchiligingizni yetishtiramiz. Endi xudo xolsa qani ko'ramiz endi shu ko'chatlarimizni. Mana hozir bir marta uzdim. Endi yana ertaga xudo xolsa bir qator yetilib qolibdi. Yetilganini endi ertaga bozorga olib chiqamiz. Bozorlar hozir narxi yaxshi, ko'tarilib qoldi bodring narxlari. Ertaga endi bilmayman qanaqa narx bilan. Havolarimiz sal dimroq, bulutli kelganligini hisobiga narxlar ancha ko'tarilib qoldi. Shuning uchun ko'chatlaringga ozuqa berishda ayamanglar va tanlashni bilinglar. Hozir ozuqani berib, hosillarni yetiltirib qimmatligida olib chiqib sotib o'ying. Keyin u narxlar tushib ketganda keyin xohlaganingizga ozuqa bering, xohlamaganingizga ozuqa bermang. Bu o'zingizning ishingiz. Demoqchiman endi shu dehqonchiligingizni yaxshi asrang, ehtiyot qiling va o'sha kerakli dori ozuqalarni albatta bering. Mana hozir shu yoshigacha men hali biror marta barkidan dori bir ozuqa, vitaminli ozuqalar sepganim, berganim yo'q. Men bermayman. Chunki men o'sha tomirining ildizini o'ziga beraman. Rivojlantirib, tomirini. Bu barkidan bergan narsa esa u tomirga olib tushib, tomirdan keyin tepaga berginchor ancha vaqt o'tadi. Bundan tomirni o'ziga bering, tezroq natija beradi. Xayr, hurmatli dehqonlar, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.